qadrli vatandoshlar, aziz buxoroliklar, muhtaram Kogon shahri ahli. Avvalo sizlarni Navro'z umumxalq bayrami shukuhi davom etayotgan ayni kunlarda muborak Ramazon hayiti va bugungi ayyom bilan chin qalbdan samimiy muborakbod etaman. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbuslari bilan bugun mamlakatimiz bo'ylab millatlararo munosabatlar va diniy bag'rikenglik, muhitni mustahkamlash borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Madaniy va ma'rifiy qadriyatlar, an'ana va urf-odatlar birlashtirgan qo'shni mamlakatlarning xalqlarni birodarlikning o'ziga xos rishtalari bog'lab turadi. Siz azizlarni Navro'z umumxalq bayramining shukuhi davom etayotgan ayni damda kirib kelayotgan Ramazon hayiti va bugungi ayyom bilan yana bir bor chin qalbdan samimiy tabriklayman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.